baxtli bir mijozimiz mana Amerika vizasini qo'lga kiritdilar. Bu bilan ularni tabriklaymiz. Xo'p, okajon, bizga keldingiz, ishlaringiz yaxshi bitdimi? Ha, albatta ishlarimiz yaxshi bitdi. Hujjatlarda muammo bo'lmadi, tahlillar Xudoga shukr, supurlardan o'tib, vizalarni olib chiqdik. Bizani kim sizga tavsiya qildi? Grant vizani ijtimoiy tarmoqlardan kuzatib borardik. Shu ijtimoiy tarmoqlar orqali keldik va oldik. Viza olishda hech qanaqa qiyinchilik bo'lmadimi? Elchixonada Unaqa muammolar bo'lmadi. Borgandan keyin o'zi ular so'rashar ekan ingliz tilimi, rus tili, o'zbekchani. Biz o'zbekchani tanladik. Xudoga shukr, takliflarimizda, hujjatlarimizda muammo yo'q ekan. Vizalarni olib chiqdik. bizani kompaniyaga qanaqa tilaklaringizni bildira olasiz? Grant vizaga kattakon rahmat bildiraman. Hujjatlarni bekam ko'z tayyorlab berdilar. Yo'l yo'riq ko'rsatib, hujjatlar muammosiz bo'ldi. Vizalar bilan tabriklaymiz. Bildirgan fikrlaringiz uchun minnatdormiz. Xudo xohlasa. Rahmat aka. Amerikaga ketmoqchi bo'lsangiz, buni albatta qilishingiz kerak. Vizaga topshirishdan oldin sizga viza beradimi, yo'qmi, buni aniqlashingiz kerak. Hozirda Grant Visa sun'iy intellekti buni sizga aniqlab bermoqda. Amerika sizga viza berishini bilish uchun menga Direct'dan plus belgisini qoldiring.